Assalomu alaykum o'rtoqlar. Qachondan beri o'ylab qarasam, umuman sizlarga foydali informatsiyalar bilan bo'lishmas ekanman. Hozir shunaqa ishdan charchab keldim. Uyda ovqat qilishga holim ham, kuchim ham yo'q. Bilasizlar, meni uyimdagilar yaxshi ovqatlanishni yaxshi ko'rishadi. Qaranglar, shunaqa narsalarni zakaz qildim. Sizlar ham bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Даже salatlargacha ham keladi. Qaranglar, bu haqiqiy домашний ovqat yaxshi ko'radiganlar uchun men qaranglar golubchalarni shunaqa tefchilchik karamchiklar bilan voy maza qilib yeysizlar. Men uyimda mantiq qila olmayman. To'g'risini aytaman, mantiq qozonim yo'q, xarid qilishim kerak. Qaranglar, mana bu xonim ishtahalarni ochib yubordim. O'zi mantiq qilib, hozir uyda o'tirish hojati yo'q. Qanday keladi? Ba'zi ozgina mantiq bo'lmaydi. Endi bo'lsa baqlajon salatini yaxshi ko'rmayotganlar o'zi bo'lsa kerak. Qaranglar, qanaqa ishtahalarni ochadi. Voy, maza qilasizlar bularni yeb, ishoninglar, shunaqa zakaz qildim. Doim shoshilib yurganim uchun mana qaranglar, mana